Tinkovdan aksiya 5 minutda 500 rubl ishlab toping. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sal mavzuni o'zgartiramiz. Ya'ni Tinkov Bank iyun oyiga aksiya beryapti. Bunda siz 500 rubl ishlab topish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shular haqida batafsil ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Shuning uchun iltimos videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Buning uchun siz yangi Tinkov karta olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bilaman ko'pchilikda hozir eski Tinkov kartasi bor. Buni umuman farqi yo'q, hech qanaqa zarari yo'q. Faqat siz ro'yxatdan o'tib Tinkov karta olishingiz kerak bo'ladi, yangi karta. Buni qanday ro'yxatdan o'tish kerakligini ham hozir video oxirida batafsil tushuntirib berib o'taman, hammasini ko'rsatib. Keyin siz ro'yxatdan o'tganingizda yangi siz yashaydigan joyingizga Tinkov kartani o'zlari olib kelib berishadi. Bu mutlaqo bepul. Faqat siz shu yashash joyingizda ro'yxatga kiritsangiz bo'ldi. Siz o kartani olganingizdan keyin borasizda Ashan, Dixi, Peterchka, Magnet mana shunga o'xshagan magazinlardan produktni xarid qilasiz. Ya'ni o'sha 500 rublni ishlashingiz kerak. O'zingizga produkt olasiz. Bundan hech qanaqa siz zarar ko'rmaysiz. Ana undan keyin sizning schyotingizga 500 rubl Tinkovdan tashlab beradi. Bu narsani realni o'zim ham oldin foydalanganman. To'g'risi endi video murojaat qilib chiqyapman. O'zimga ham realni tashlab bergandi bu narsani. Faqat iltimos bitta narsaga e'tibor qilamiz azizlarim. Yangi kartadan shu 500 rubl cashbackni olishingiz uchun agarda siz uyingizga pul jo'natsangiz, telefonga pul jo'natsangiz yoki kartadan kartaga pul jo'natsangiz, afsuski bu aksiya sizga amal qilmaydi. Faqatgina o'sha magazinlarga borib ishlatishingizga to'g'ri keladi. To'g'risini aytsam, shu katta magazinlar bilan hozir Tinkov Bank shartnoma qilgan. Shuning uchun siz borib o'sha magazindan xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Bundan hech kim zarar ko'rmaydi. Magazinga ham foyda, ham sizga ham foyda. Keyin to'g'risini aytsam, o'zim ham doimo shu Tinkov kartadan foydalanaman. Buni sababi bor. Hech qanaqa komissiya urmaydi. Misol uchun siz uyingizga pul jo'natasizmi yoki kartadan kartaga pul jo'natsangiz ham sizda hech qanaqa komissiya urmaydi. Даже siz rekvizitlar orqali to'lovni amalga oshirsangiz ham. Ro'yxatdan o'tishingiz uchun pastki kommentariy va opsiyaga ko'k yozuvda havolasini qoldiraman, ya'ni silkasini. O'shani ustiga bossangiz avtomatik ro'yxatga o'tish joyiga kirasiz. Qanday ro'yxatga o'tishni hozir men sizlarga birma-bir tushuntirib berib o'taman. Eslatib o'taman azizlarim, bu aksiya faqat iyun oyiga berilgan, ya'ni iyunning oxirigacha siz foydalanish imkoniyatiga egasiz. Iyun oyi tugagandan keyin afsuski bu aksiya muddati ham tugaydi. Hozir esa men sizlarga qanday qilib ro'yxatdan o'tish mana shu jarayonni birma-bir ko'rsatib beraman. Ana ketdik azizlarim. Aytganday ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi azizlarim. Bu yerda Telegram gruppamga havolasini qo'yganman. Bu Telegram gruppamni ham videoning ostida havolasini yozib qo'yaman. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'k yozuv ustiga bosamiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda chiqdi. Оформите карту и получите 500 rubl. Оформить kartu, ya'ni sariq yozuv ustiga bosamiz. Bu yerda dizaynni tanlashimiz kerak bo'ladi. Yozilgan Выберите dizayn karti. Deylik, misol uchun ikkinchisini tanladik. Keyin azar boya ro'yxatdan o'tgandim. Deylik, mana misol tariqasida yozay. Bu yerda chiqadi Выберите повышение cashback. 4 tasini tanlaysiz. Keyin familiya, imya, отчествоga pasportingizga qanday yozilgan bo'lsa, ya'ni Zagram pasportingizga xuddi mana shunday qilib kiritasiz. Iloji bo'lsa registratsiyaga qarab kiritsangiz, ruscha harfiga qiynalmaysiz. Men esa yozdim. Familiya, imya, отчество. Keyin mobilniy telefon raqamingizni kiritasiz. Keyin elektronniy pochtani o'chirib tashlayman, u shart emas elektronniy pochta. Data rождениyaga mana bunga ham kiritib qo'yganman. 0107. Xullas pasportingizga qanday yozilgan bo'lsa, yana qaytarib o'taman. Familiya, imya, отчество, mobilniy telefon va data rожденияni yozamiz. Keyin bu yerda гражданство RF yozib qo'ygan so'roq belgisi bilan. Agar siz Rossiya grajdani bo'lsangiz, dani ustiga bosasiz. Agar grajdan bo'lmasangiz, net ustiga bosib, оформить tugmasini ustiga bosasiz.
Bu yerda chiqyapti Bekzod Yunusovda, mana lotinchada chiqdi. Keyin strana гражданствоga mana tanlaysiz. Yozsangiz ham bo'ladi. Men yozaman O'zbekiston. Keyin подтверждающий документ. Deylik загранпаспорт иностранный граждан. Mana shuni kirgizamiz. Дополнительный документga migratsion kartani kiritsak ham bo'ladi. Keyin Daley tugmani ustiga bosamiz. Ana endi kod is SMS deb, ya'ni siz yozib telefon nomeringizni yozganingizga kod kiradi. Ana shu kodni kiritasiz, bu yerda yozasiz. Keyin sizga faktiskiy adres deb yozuv chiqadi. Ya'ni siz qayerda yashasangiz ana shuni kirishingiz kerak bo'ladi. Endi biz ana ko'pchiligimiz o'zimiz yashab turgan joyimizga yashamaymiz. Ya'ni registratsiyada boshqa, yashab turgan joyimiz boshqa bo'ladi. Va o'sha yashab turgan joyda toshna adresni kirgizsangiz, sizni uyingizgacha bepul kartani olib kelib topshiradi. Ana undan keyin siz kartani olgandan keyin 500 rubl to'laysizda mana shu Ashan, Magnet magazin, Peterchka, Dixie ana shunga o'xshagan magazinlarga borib faqat produktda savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz kartadan kartaga o'tkazma bo'lsa, telefon nomeriga to'lasangiz yoki uyingizga pul jo'natsangiz, afsuski bu 500 rublni sizga tashlab bermaydi. Aytib o'tgandek, magazindan savdo qilsangiz, uzog'i 2-3 kunda sizni kartangizga 500 rublda keyin tashlab beradi. Bugungi ma'lumotlar shundan iborat azizlarim. Mana ko'rib turganingizdek 5 minut ham vaqtimiz ketmadi. Juda ham oddiy, juda ham oson jarayonlari. Tavsiya beraman, o'zim ham vaqtida foydalanganman. Mana hozir ro'yxatdan o'tdik. Ro'yxatdan o'ting. Tinkoff kartani ishlating. Hech qanaqa komissiya urmaydi bu kartadan kartaga pul o'tkazsangiz va 500 rubl ishlab oling. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Sog' bo'lasizlar azizlarim.